yoydi, tabiatga zeb yoydi. Ko'klamayim sep yoydi, tabiatga zeb yoydi. O'ynab kuling deb yoydi. Baxmal dasturxon bugun, yaxshilar mehmon bugun. Baxmal dasturxon bugun, yaxshilar mehmon bugun. Ko'klamayim bo'yingdan, aylanayim to'yingdan. Oq gul sochib qo'yningdan, olam guliston bugun. Sırğalar, bülbül gazal xon bugun, ko'ngil faravon bugun. Bülbül gazal xon bugun, ko'ngil faravon bugun. Ko'klamayim bo'yingdan, aylanayim to'yingdan. Oq gul sochib qo'yningdan, olam guliston bugun. Armon bugun, do'stu qadrdon bugun, o'ynang bi armon bugun. Aldirg'ochim xush ko'rdik, sog'inganda tush ko'rdik. Aldirg'ochim xush ko'rdik, sog'inganda tush ko'rdik. Samoda baxt xush ko'rdik. Turnalar karvon bugun, quyoshon sarbon bugun. Turnalar karvon bugun, quyoshon sarbon bugun. Ko'klamayim bo'yingdan, aylanayim to'yingdan. Oq gul sochib qo'yningdan, olam guliston bugun. Ko'klamayim bo'yingdan, aylanayim to'yingdan. Oq gul sochib qo'yningdan, olam guliston bugun. Keldi yana bahor bahor, keldi yana bahor bahor. Gul lolalarga to'lar diyor, gul lolalarga to'lar diyor. Keldi yana bahor bahor, keldi yana bahor bahor. Gul lolalarga to'lar diyor, gul lolalarga to'lar diyor. Xush kelibsan, xush vaqt bo'ldik, tark etmagin dilni bahor. Keldi yana bahor bahor, keldi yana bahor bahor. Gul lolalarga to'lar diyor, gul lolalarga to'lar diyor. Bahor bahor, keldi yana bahor bahor. Gul lolalarga to'lar diyor, gul lolalarga to'lar diyor.
nbkstudio.uz. Marhaba oqibat mehr ayyomi, xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Bu do'stlik qo'shig'i, tinchlik salomi, xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Saxovat belbog'in bog'laydi dehqon, dunyo bog' bo'lsin deb ter to'kar bog'bon. Ulardan ibrat ol, do'sti qadrdon. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Xush kelding yangi kun, xush kelding Video açacağımızın zurgusu, sağlıklı, selamet olsun. Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram yurtdoshlarimizni sa'y harakatlari bilan mana qishlog'imiz, Javoq qishlog'i 85-86-yilli bolalari tashabbusi bilan mana shu milliy qadriyatlarimiz bo'lgan Navruz bayramiga hammamiz bugun mana yoshlarimiz, qizlarimiz, ayollarimiz hamma xursandchilik bilan xush kayfiyatda kutib olyapti. Navruzda hammamizning xonadonimizga fayz baraka bersin, yurtimiz tinch bo'laversin. Bundan keyingi Navruzlarda ham hammamiz birgalashib o'tkazib, Parvardigori olamning o'zi hammamizning xonadonimizga fayz baraka bersin. Rahmat. Olam hamisha yurtimizni tinch omon asrasin, mana shu yigitlarning omadini bersin. Mana shu xizmat qilayotgan yigitlarimizni ham ushilmagan ortiqlarga ushaltirsin. Hammasi baxtli, saodatli bo'lsin, sher farzand, sher davlat bo'lsin, Allohning o'zi nasib. Shunday bayramlarda yurtimiz tinch bo'laversin, birini nechtasini ko'rishimiz Allohning o'zi nasib qilsin. Rossiyadagi qishloqdoshlarimizga disk Rossiyaga ham ketadi. Rossiyada yurganlar hamma ketib tushir. Hamma ishlar bundan. Bayram bilan. Mashhur chaychisi qishlog'imizda Ishonbo'mizdan ham olaylik. Ishonbo, Botir bo'l, qochib turing davay. Ishonbo. Çaydı. Babanızı babası yemiş mi? Çay. Mescitçilerden de karın. Bayram yaxşı mı? Amma çay kap yele bana. Mescitçiler işe o gelir. Hayır bu kadar yere yok. Mana qishlog'imizda Javoq qishlog'ida xizmat ko'rsatgan taksiz Nurdin akamiz kelib qol, marhamat, endi so'z navbat sizga. Javoq studiya xizmatingizda. Baya. Güzelmez. Nasıl projeler diyelim. Doğrusu bugün almalar. Futbol yaptı, bir de sorgos bilat yaptı. O'zbekiston Navruziga xizmat qilamiz. Mehr qozonida qaynar sumalak, har bitta toshida ming orzu tilak. Tuproq uyg'onar yurak. Xush kelding yangi kun, xush kelding. Nima aytadi? Reklamaga hozir mana yerdan boshla, mana yerda bor. Voy mana yerda. Mana yerda bor. Qaraysiz, jamoatning studiyasi namoyish qiladi. Bizdan so'rab ketadi. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Ey mangu oqibat mehr ayyomi. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Bu do'stlik qo'shig'i, tinchlik salomi. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Kamalakka atlas
yopmish tabiat. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Chiroyin shu yurtda topmish tabiat. Qaldirg'och sog'inchim izhor senda, qora ko'z turnalar alyor senda, binafsha boy chechak ufor senda. Assalom yangi kun, assalom Navruz. Kamalakka atlas yopmish tabiat. So'mrachilda bo'lib chopmish tabiat. Chiroyin shu yurtda topmish tabiat. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. nbkstudio.uz Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Ey mangu oqibat mehr ayyomi. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Bu do'stlik qo'shig'i, tinchlik salomi. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Kamalakka atlas yopmish tabiat. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Chiroyin shu yurtda topmish tabiat. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Chiroyin shu yurtda topmish tabiat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve akıbetul muttaqin. Esselatu vesselam ala Resulü alihi ashabi ecmaîn amma ba'd. Assalomu alaykum aziz, muhtaram qishloqdoshlar, birodarlar, aka-ukalar, opa-singillar, muhtaram onaxonlar, otaxonlar. Avvalambor mana bugungi ulug' ayyom hammalaringizga Navruz muborak bo'lsin. Albatta mana bu Alloh subhanahu taoloning biz bandalarga bergan buyuk ne'matlaridan bittasiki, mana shu tinchlik ne'mati. Demak, yurtimiz tinch. Mana shu tinch yurtda qancha to'y qilsak, tantana qilsak, qancha bayram qilsak, albatta mana shu tinch yurtga mana shunday shodiyona kunlar yarashadi. Ma'lumingizki, mana matbuotda e'lon qilinyapti, mana televizorlarda ko'ryapsizlar. Bütün yer yuzini ko'p mintaqalarda, joylarida vayronagarchilik, urush, nohaq qon to'kish. Allohga behad hamd sanolar bo'lsinki, bizning mana shu diyorimizda, mustaqil O'zbekistonimizda mana 24 yildirki mana shu tinchlik hukmron surmoqda. Allohim mana shu tinchligimizni abadiy qilgan bo'lsin. Yuqorida aytganimdek, insonga eng birinchi kerakli narsalardan biri sog'lik bo'lsa, ikkinchi tinchlik. Qaysi xonadonda, qaysi vatanda, qaysi yurtda tinchlik bo'lar ekan, albatta shu mamlakatda, shu xonadonda, shu yurtda tinchlik, hukmronlik hukm surib, shodi bayramlar, to'ylar bo'laveradi. Demak, buni hamma sababchisi avvalambor mana shu tinchlik. Mana shu tinchligimizni Alloh hamisha bardavom aylagan bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana shu har qanday yomon, g'arazli, niyatli odamni mana shu tinchligimizga rahna solayotgan har qanday bir yoz niyatli odamlarni yomonliklardan Allohning o'zi asragan bo'lsin. Birodarlar, mana meni havotimda, yonimda mana qishlog'imizning eng yoshi ulug' keksa bobomiz o'tiribdilar. Albatta mana shu bobomiz ne yoshlari bundan ham ziyoda bo'lsin. Har birimizga mana shunday 90-100 yoshga kirib yurishlikni Alloh nasib qilsin. Bir duo qilamiz birodarlar. Qani bu bir duoni boshlab bering. Amin. Mana shu avvalo Allohim mana shu tinch yurtimizni tinchligini abadiy qilgan bo'lsin. Yurtimizni
yomon ko'zlardan Allohimning o'zi panoh bersin. Mana shu kirib kelgan yangi yillarimiz, Navro'zimiz, yangi kunlarimiz mana shu xalqimizga, xonadonimizga tinchlik, totuvlik, fayz va barakat olib kelsin. Mana bu yilgi dehqonchiliklarimizni ham Alloh ziroatlarimizni mo'l qilib, hosillarimizni bir avjaylagan bo'lsin. Dehqon birodarlarimizni, fermer birodarlarimizni ham Alloh bu yilgi hosillarni barakatli qilsin. Yoshlarimizni Allohim umrini ziyoda aylagan bo'lsin. Barcha bemor bo'layotgan shifo talab mo'min bandalarining dardiga shifoi komillikni ato aylagin. Shular ham kelgusi yil mana shunday bir ulug' ayyom, Navro'zlarda, har bir bayramlarda mana shu elga qo'shilib, sog' salomat farzandlarini boshiga, elini o'rtasiga qo'shib sog' salomat bo'lib ketishini Allohim nasib ro'za aylagan bo'lsin. Barcha mana bu yosh kelin kuyovlarimizga Allohim bularni ham qo'shgani bilan qo'shsa qaritib, o'g'li, juvoli, ser davlat, ser farzand bo'lsin. Mana uylanmagan yigitlarimiz mana shu yilda uylanib, ular ham baxtli bo'lsin. Qizlarimiz turmushga chiqsin. Qishlog'imizni Alloh hamisha obodonchiligini bundan ham ziyoda qilsin. Eng avvalo bir-birimizga bo'lgan mehr muhabbatimizni Alloh ziyoda qilsin. Bir-birimizga mehr muhabbatli bo'lsak, albatta mana shu shodlik kunlar, to'y tantanalar, bayramlar ustiga a'lo nur bo'ladi, birodarlar. Mana shu hozir safarda yurgan aka-ukalarimiz, kelinlarimiz bor, qizlarimiz bor, nevaralarimiz bor. Allohim mana shularni ham umrlarini ziyoda qilib, qiladigan ishlarini rivoj omadini berib, hammalarini ham sog' salomat ishlab kelib, vatanga kelib, ota-onasining bag'riga kelib, farzandlariga bosh bo'lib, nimaiki yaxshi tilagan niyatlari bo'lsa, Alloh ularga o'zlariga hamroh aylasin, to'y tomoshalar quyursin. Mana duoda qo'l ochib turibsizlar, birodarlar. Albatta hozir hammalaringizni ko'ngillaringizda bir yaxshi ezgu tilaklar o'tib turibdi. Nimaiki yaxshi tilak qilgan bo'lsangizlar, Alloh mana shu niyatlaringizga yetkazsin. Xonadonlaringizni fayz va barakatli qilsin. Hammalaringizdan farzandlarni o'stirib, ularni baxt kamolini ko'rishlaringizni nasib ro'z aylagan bo'lsin. Mana birodarlar, mana bugun mana shu anjumanni, mana shu qishlog'imizni 85-yil, 86-yilda tug'ilgan yigitlar tashkil qildi. Ularni ham haqqiga duo qilaylik. Allohim mana shu yigitlarni umrlariga, rizqlariga, nasllariga, kasb va korlariga barakat ato etsin. Hammalari ham qo'shganlari bilan qo'shsa qarib, o'g'li, juvoli, ser davlat, ser farzand bo'lib, bir umr baxtli bo'lsin. Nimaiki yaxshi tilagan niyatlari bo'lsa, Allohning niyatlariga yetkazsin. Mana bugungi qilib turgan xayri ehsonlarning dargohi qabuli dargoh aylab, o'rnini ming barobar qilib o'zi ato qilgan bo'lsin. Davlatlari ziyoda bo'lsin. El yurt o'rtasida yuzlari oydin, martabalari ulug' davlatlari ziyoda bo'lsin. Ya Allohim, kelgusi yil mana shunday ulug' ayyomlarda, Navro'z ayyomlarda, yangi yillarda, mana bahor bayramlarida, mustaqillik bayramimiz kelyapti. Mana shunday bayramlarga hammamizni Alloh farzandlarimiz bilan, ahl bayt xonadonlarimiz bilan sihat salomatlikda umr guzorlik qilib bormoqimiz nasib ro'za aylasin. Barchalarimizni, qalblarimizni Allohim o'z karomi bilan munavvar aylab, iymonda, e'tiqodda, islomda sobit qadam bo'lsin. Hammalaringizga uzoq umr, sihat salomatlik, tinchlik, totuvlik, oilaviy baxt, saodat, umr boqiylik ato aylasin. Allohu akbar. Bir xonim Sobira domla bormi? Hol. Bir xonim Sobira domla, siz tayyor turing, hozir mana shu yangi tushgan kelinlarimizni nasib bo'lsa, kelin salom qildirib, o'zingiz yaxshi niyatlar, orzu istaklar bo'lsa, bir duo berasiz. Tayyor turing Sobira domla, qaramang. Keyin arqon tortishlar bo'ladi nasib bo'lsa berga. Mana shu o'zimizning Navro'zda bir qancha yaxshi urf-odatlari bor, ular asta-asta ketin bo'laveradi.
Mana Asliddin akam ham keldi hozir bir jib yaxshi qo'shiq aytadi-da, oshni sizdirib, osh yegandan keyin xo'roz urishtirishlar, hamma o'yin kulgi bo'ladi. Faqat tartib intizom bo'lsa bo'ldi faqat. Keyin arqon tortishga ayollarimiz ham, erkaklarimiz ham tayyor tutsin. Mahalla sovrinlar bor. 100 ming so'm, 200 ming so'm, 500 minggacha sovrin qo'yiladi arqon tortishga. Nasib bo'lsa 2017-yilda, 89-yillarimiz bizlar Xudo xolasa, Xudo yetkarsa shu Navro'zlarga bizlar qilib beramiz degan umidda, niyat qilib turibdi. Mana 89-yillarga navbatni beramiz bu yil. 2017-yilda Navro'zni o'tkazishdi. Alijon Isoqov akamiz ham kelyapti yo'lga. Mana Jamoljon ukamiz ham mana shu yaxshi kliplar chiqarib, televideniyalarga chiqarishga harakatini qilyapti. Bo'ldi, nasib bo'lsa, akamangiz yaxshilik gapirib ikki ayting. Uyg'onguncha bog'larni kezdim. Ushlab tur, qarab. Uyg'onguncha bog'larni kezdim. Topay dedim qirdan zingni. Yanog'ingdan rang olgan edim. Lolazorga burdim yuzimni. Uchratmadim ammo o'zingni. Sen bahorni sog'inmadingmi? Uchratmadim ammo o'zingni. Sen bahorni sog'inmadingmi? Sen bahorni sog'inmadingmi? Çağlar basling menga bulmadi nasib. Sensiz men ham bahor ham g'arib. Sen bahorni sog'inmadingmi? Sensiz men ham bahor ham g'arib. Sen bahorni sog'inmadingmi? Sen bahorni sog'inmadingmi? Do'stlarimga gullar tutarman. Aylardasan sevikli erkak, qo'limda gul seni kutarman. Ey umrim bo'yi chorlab o'tarman. Sen bahorni sog'inmadingmi? Umrim bo'yi chorlab o'tarman. Sen bahorni sog'inmadingmi? Sen bahorni sog'inmadingmi?
Nima unday bo'lyapti? Sen bahorni sog'inmading, sen bahorni sog'inmading. Shu bayramni tashkil qilgan Umidjon ukamizga, qolaversa aziz sinfdoshlarga rahmat. Topganlariga baraka bersin. Fayz baraka arimasin. Shaxslar ichra tanho kezganimda bog' aro. Duch keldiyu olib ketding halovatim dilrabo. Uçsun şu sabah, nalansın güller aro, samalarda bu sada. Nazik hülku nazakette husn-ı cemalın beni. Mehrim payvasta Salinga aşıkta dil Bu şirin cavabasta Kollarıyla kemalak tuş Kuyaş tüzgen güldasta İştitçi Osmonda ay bakmış Mecnun havasda Hayat bağın, çaman zarın Kökte ilanın ne? Birincisi alamli armonlarda ishqimizni